Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan izlashon yozib Delesi kanali. Xo'sh, bugungi videoda yangi Dream Stars futbolchilar kelgan. O'shalarni qanday qilib, qanday kelishini, qanday olishini o'rgatib o'taman. Birinchi bo'lib ularning kelganini ko'rib olamiz. Uning uchun telefoningiz nastroykasiga kirasiz. Qo'shimcha sozlamalarga o'tib, vaqt va sanaga qarab avtomatik sozlashni o'chirasiz va aprelga qo'yib 8-aprelga qo'yamiz va chiqib ketib Delesiga kiramiz. Do'stlar, iltimos kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Biroz kutamiz. Nimaga kirmayapti? Kutish mana. Mana do'stlar, Delesiga kirdik va mana shunday Dream Stars futbolchilar chiqib turadi. Bunaqa paytda hech qanaqa o'yin hech nima o'ynay olmaysiz. Sababi buni faqat offline ko'rsa bo'ladi. Mana bu yerdan Dream Stars futbolchilar ko'rsa bo'ladi. Mana hali vaqti kelmagan. Mana statistikalarni ko'rib olishingiz mumkin. Sevilla Roma darvozaboni yomon o'ynamagan bu mavsum. Lekin ko'p futbolchilarni tanimadim to'g'risi. Mana bu El Kalauni degani tanimadim. Malangsa esa Fransiyaning Lens klubida yaxshi o'yinlar ko'rsatgani uchun 83 reytingga qo'yilgan. Luka Usakovic Tottenham futbolchisi bo'lib, u hozir qaysidir klubga ijaraga berib yuborilgan. Julian Rayson uni menimcha Borussia Dortmund futbolchisi bo'ladi bu, o'ng qanot himoyachisi. Patrick Berg bu ertak yarashgan bo'ydagi ilmning tayanch himoyachisi bo'ladi. Bo'ydagi ilm esa Chempionlar Ligasidan chiqib ketdi. Do'stlar, bu yerdagi futbolchilarning ko'pchiligi Chempionlar Ligasida yaxshi o'ynaganlar. Masalan, Berg bor, keyin Julian Rayson bor. Ko'pchiligi shunaqa. Georgi de Arakesta bu futbolchi bo'lsa, Flamingo safida juda yaxshi o'yinlar ko'rsatgani uchun 84 reytingga loyiq ko'rilgan. Hozirgi darajasi bo'lsa 80. Elliot Anderson bu ham Nottingham Forest futbolchisi va yaxshi o'yinlar ko'rsatgani uchun 84 reytingga qo'yilgan. Christos Tizoles bu futbolchini men lekin Brugge futbolchisi deb o'ylagandim, ammo boshqa klubniki bo'lib chiqdi, lekin aniq ma'lumot topa olmadim. Hozircha Brugge futbolchisi deb o'ylayapman. Igor Thiago Brentford futbolchisi juda yaxshi o'yinlar ko'rsatyapti. APLda ham to'plarlar jadvalda turibdi. Kenan Yildizni aytish shart emas. Bu Juventus futbolchisi juda zo'r o'yinlar ko'rsatyapti, yosh futbolchi. Va Luis Suarez bu videogelimning qotili desak ham bo'ladi. Bu videogelimni comeback evasiga chiqarib yuborgan Sporting futbolchisi. Buni ovoz berish orqali 12-futbolchi bo'lib tanlaganmiz. Eventslar mana bu yerda sezon keladi, sezon pas. Sezon pasda bitta pushti kartali, pushti agent bo'ladi. Keyin sezon pas ochsangiz yana tepada ham bitta pushti agent bo'ladi. Shuni ikkita olsangiz bo'ladi. Bu Dream Draftdan esa
3 ta bo'ladi. Menimcha adashmasam 300 225 ta olmoslarga ochsa bo'ladi Dream Draftni va bitta pushta agent beradi va 40 talarni olmos beradi shunday. Lekin sal qimmatroq qilingan. Bu bo'lsa Sabitadan bitta agent beradi. Bu ham sezon, o'zi 3 ta sezon bo'ladi. Dream Draft boyagidek, Sabita, 3-oxirgi sezon, Dream Draft va Sabita. Bemalol hammasidan kamida 2 ta 3 tadan ana u futbolchi olib chiqsangiz mana shulardan bemalol 12 ta olsangiz bo'ladi. Mana jamoa. Hammaga salomatlik do'stlar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar va kommentga bu futbolchilar yoqganmi yo'qmi yozing. Lekin Husanov kelmagani chatoq bo'ldi. Husanovni kutgandik. Sog' bo'ling do'stlar.